fura zakaz qilib yuborish kerak edi. Keyin ikkita gazelama aytib qo'yish kerak edi. Aka, uzr, gapinglarni bo'lib qo'ydim. O'rtoq, bir minutga qaror. O'rtoq, do'konga kiruvdim narsa olgani. Oylik olmadim, yonimda pul kamroq edi, do'konchi ham qarzga narsa bermayapti. Aksiga olib qizimni ham mazasi yo'q edi deb, o'shanga imkoning bo'lsa 200 qarz berib tura olasan. Bo'ldi, 200 ming ishing bitadigan bo'lsa, men buni olganda sekinman. Ishingni bitkazib olgan. Ko'rishamiz. Rahmat. Men tushunmayman shu o'rtog'ingga. Postoyanno kelib sendan pul olgan. O'zi ishlasa bo'ladi-yu. Hozir bolalari ko'p. Eplolmayapti. Endi to'g'ri tushunasan. Ana undan zakaz qilib yuborish kerak edi. Shunaqa gaplar og'ayni. Shokir, o'rtoq, qidirmagan joyim qoldi. Shu degansani, yaxshimisa? O'rtoq, bolalarimga va'da qilib qo'ydim, zapartga olib boraman deb. O'shanga mashinani berib turasan, o'tdim. Aytgancha benzini bormi? Bor. Bo'pti, o'rtoq, gaplashamiz. Tushunmadim. Yeb qo'yganmisan buni oldi, suyini ichib mashina kaltiga chopib ketyaptimi? Yo, nima qarz-farzing bormi buni oldi? Oybek, nimaga ko'chada narsalar yig'ilib ketgan? Dastlabkiga chiqarmayapsanmi? Ishxona labosini o'rtog'ingiz Murod aka haydab ketuvdilar. Sizni xabaringiz yo'qmidi? Endi bu yog'iga oshib tushdi. Ishxonani mashinasigacha haydab ketyaptimi? Dastlabkilarchi kutib o'tiradimi? Mana qara, bu yog'iga saralashmaysan, o'zing hal qilaman. Botir, sen to'g'ri aytyapsan. Shokir o'rtog'ining yuzini betlab o'tolmayapti. O'zi bitta stopini bosib qo'ygan. Ey, cho'pon so'romiga yoqib qo'ygan. Hali shunaqa deylar. Sizlar men bilan yuringlar, bir joyga o'tib kelamiz hozir. Og'ayni, biznesim kasodga uchradi. Ozgina pul kerak. Pul topmasam bo'lmaydi, yonib turgan joy. O'shanga seni oldinga keldim, men bor uzr. Mana shu uyingni zalogga qo'yibmi, sotibmi, shunda biznesimni yo'lga qo'yib olay, senga boshqa uy olib berardim, o'rtoq. Shunaqa degan. Hozir o'rtoq, 2 minut. Yo'q, o'rtoq 5 minutda chiqamiz. Ozgina kutib turgin. Shohida, uy hujjatlarini olib chiqqin tez. Hozir. Bo'l, tez. Mana Olib chiqdingmi? Nimaga o'zi? Shokir o'rtog'imni boshiga ish tushib qolibdi. O'shanga men shu uy sotib bermoqchiman. To'xting, nimalar qilmoqchisiz? Boshqa uy olib beradi keyin bizga. Ay yo'q, bir ikki marta yaxshilik qilib endi nima burnimizdan bola oqib chiqadi. Bo'pti. Noto'g'ri ish qilasiz adasi. Hali 3 ta bola bilan ko'chada qolmasak bo'ldi. O'rtoq, kutib qolmading, mana uyimning hujjatlari. Sotganingni aytsang, kelining bilan notariusga borib turamiz. Faqat o'rtoq 2 kun muhlat berib turasan. Okamni uygami, ukamni uygami ko'chib o'tib turaman-da. O'rtoq, xafa bo'lmagin. Uying o'zingga buyursin. Ozgina sinagandim. 2 xonali uyda 3 ta bolang bilan siqilib qoldik. O'zim yeng uchastkam yonida senga 2 qavatli uy oldim. Senga mana shu uy. Tushunmadim do'stim. Hazillashyapsanmi? Yo'q, hazillashmayapman. Qiyomatli do'stlar shunaqa jannatlarda ham bir-birini tortar ekan. Jannatlarga mendan oldin kirib qolsang, qiyomatli do'stingni unutib qo'ymassan. Rahmat, o'rtoq.